birinchi o'rinlar, oliy o'rinlarga nasib etsin. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Olib borayotgan mana shu tizimdagi eng haligi nima deydi, kerakli bo'lib hozir eng keraklida texnikani hamma ham bilmayapti. Yo'nalishdasiz, sizga hamma havas qilib shunaqa ham bilimli qiz bo'ladimi deydi, hammaga yordamingiz tegsin, hamma sizdan rozi bo'lsin. Qutlug' bo'lsin. Bergan ishonchlarni albatta oqlayman. Juda ham katta ishonch bildirildi bizga, juda katta imkoniyatlar berildi. Hatto tadbirda ham IT operator hamshiralarga shunaqa e'tibor berildi, boshqa hamshiralar berilmagan. Bular kim o'zi? Bularga nimaga bunaqa e'tibor berilmayapti deydi. ITchilarni endi bu nima uchun vazirimiz o'rinbosari Omonovga katta rahmat. Juda ham ko'p tizimda ishni zo'r qilyapti, komandasi bilan zo'r ishlayapti. Mana komanda bizga ham yordam beradi. Vaqt kelganda "Labbi opa, nimaga xizmat bor" deydi. Sizlar ham xuddi shunaqa yashayotgan joylarda, ishlayotgan joylarda o'sha tumanda Soskandi. Birinchi o'ringa oching. Qolaversa Andijon viloyatini O'zbekistonda ko'rsatib qo'yinglar. Albatta, oldimizda katta maqsadlar qo'ydim. Qolganlarni ham o'rgatish kerak.